Barchaga birdek yoqadigan yozning eng sevimli salati va zakuskasi hisoblangan baqlajonli ruletlarni tayyorlashni ko'rsatib o'tmoqchiman. Buning uchun bizga 2 dona katta baqlajonlar kerak bo'ladi. Yuvib, artib, tozalab, parrak shaklida to'g'raymiz. 3 ta tuxumni chaqib, tuz sepib aralashtirib, shunaqa botirib, panirovichni suxarilarga botirib, o'rta olovda qovurib olamiz. Olov baland bo'lmasligi kerak, chunki baqlajonlar kuyib, ichi pishmay qolishi mumkin. Shunaqa tillarang bo'lganda baqlajonlarimizni orqasini o'giramiz. Sarimsoq piyozni cho'rkaning mayda qismidan chiqarib olamiz. Pomidorlarni ham parrak qilib to'g'rab olamiz va baqlajonni o'rash jarayoniga yetib keldik. Xuddi videoda ko'rsatilgani kabi pomidor, sarimsoqni solib, burab, zubachizka yordamida qatirib olamiz. Mazali va sochni baqlajonli ruletiklarimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.